Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlar programmamizni ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalg'un. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qanamizda xitinglar ekranimizda bo'lsin. Xitoy Sharq Turkistondagi ishg'oliyatini kuchaytirish haqida muhokama yig'ini ochdi. Xitoy Sharq Turkistondagi ishg'oliyat jinoyatini kuchaytirish, pardozlash uchun yaqinqi yillardan beri atalmish Xinjiangni idora qilish tadbirlariga aloqador tadqiqotlarni kuchaytirgan bo'lib, bu hafta Urumchida Xitoy Kompartiyasining atalmish Xinjiangni idora qilish tadbiri nazariya muhokama yig'ini o'tkazilgan. Xitoyning Sharq Turkistondagi tashviqot organi Tangritog' to'rining xabarida bildirilishicha, 20 avgust Urumchida Xitoy Kompartiyasining bu yillik atalmish Xinjiangni idora qilish tadbiri nazariya muhokama yig'ini o'tkazilgan bo'lib, yig'inni atalmish Uyg'ur Abtonom rayonlik ijtimoiy fan sohasidagilar birlashmasi bilan atalmish Xinjiang universiteti birlashib o'rinlashtirgan. Yig'inda Xitoy Markaziy komiteti birliksa bo'limi 8-idorasining muavin idora boshlig'i Xu Lianhe Xitoy rejimining Sharq Turkistonni boshqarish, kontrol qilish harakatlari haqida doklad bergan. Undan boshqa Xitoyning bir qism mutaxassislari atalmish madaniyat orqali oziqlantirish degandek temalarda so'z qilgan. Xabarda mazkur yig'inga tayyorlik qilish mezgilida Xitoydagi va Sharq Turkistondagi oliy maktablar, partiya maktablari, tadqiqot organlarining oshkora maqola qabul qilganligi, natijada Xitoyning atalmish Xinjiangni idora qilish tadbiriga aloqador jami 590 parcha ilmiy maqola topshirib olinganligi, bulardan 57 parcha maqola tanlab chiqilganligi va muhokama yig'inida tanlangan ilmiy maqola avtorlariga sharaf guvohnomasi tarqatib berilganligi qayd qilingan. Xitoy yaqinqi mezgillarda Sharq Turkistondagi ishg'oliyatining irqiy qirg'inchilik jinoyatining nazariyaviy asosini kuchaytirish uchun texmo jiddiy harakat qilayotgan bo'lib, yaqinqi bir necha oy ichida bir qism tadqiqot organlarini orqa-orqadan qurib chiqdi. Jumladan 1 avgust atalmish Xinjiang ishlab chiqarish qurilish 5-diviziyasiga qarashliq Shuanxi shahri bilan atalmish Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi strategik hamkorlik kelishimi imzolab, atalmish Xinjiang ijtimoiy fanlar akademiyasi 5-diviziya chegara rayonini idora qilish institutining qurilganligini e'lon qilgan edi. Bu yil aprel oyida bo'lsa, atalmish Xinjiang Saqchi instituti tarbiyalash markazida Xitoy siyosiy qonun universitetiga qarashliq atalmish Xinjiangni qonun bilan idora qilish instituti ta'sis qilgan edi. Amerika armiyasida yana bir Xitoy josus oshkorlandi. Amerika dengiz armiyasidagi xizmat fursatidan foydalanib, Xitoyga sezgur harbiy maxfiyatlik uchurlarini ta'minlash sababi bilan so'roq qilingan Wei Jinchaoning sud tarafidan jinoyatchi deb hukm qilinganligi xabar qilindi. Amerika Adliya ministrligining bayonotida bildirilishicha, Xitoy istixborot xodimiga Amerikaning davlat mudofaa uchurlarini avatganlik jinoyati bilan so'roq qilingan Weining da'vosida sud hay'atining qarori ma'lum bo'lgan. Sud hay'ati 5 kun davom qilgan suddan keyin Wei'ni josuslikni o'z ichiga olgan 6 xil jinoyatning javobgari deb hukm qilgan. Sudga topshirilgan dalillar Wei'ning 2022-yil fevral oyida San Diego shahridagi dengiz armiyasi bazasida xizmat qilgan vaqtida bir Xitoy istixborot xodimi bilan ijtimoiy aloqa vositasi orqali aloqa o'rnatganligini ko'rsatgan. İkisi arasidagi aloqaga doir hujjatlarga qaraganda, mazkur Xitoy 2023-yil avgust oyida qo'lga ilinmoqchi bo'lgan orliqda USS Essex aviamatkasining suratlarini Xitoy istixborot xodimiga ta'minlagan bo'lib, Amerika dengiz armiyasiga tava sezgur uchurlarni $12,000 ga sotganligi aniqlangan. Josuslik qonunining 794-moddasiga asosan sudlanayotgan Wei'ning muddatsiz qamoq jazosi yoki ig'ir jarimani jazosiga uchraydiganligi bildirilgan bo'lib, uning jazosi 1-dekabrda e'lon qilindi ekan. Amerika Xitoy va Rossiyaga Iran sababli jazo yurgizdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Iranning neft savdosida rol o'ynagan ba'zi shaxs va organlarga yangi jazo chorasi qo'llanganligini e'lon qildi. Bayonotda Xitoy markazlik 2 xom neft va neft mahsulotlari ishlab chiqaruvchisiga jazo tadbiri qo'llanilganligi, buning Xitoydagi ishlab chiqaruvchilarga qarshi 4-jazo plani ekanligi bildirildi. Amerika Moliya Ministrligidan e'lon qilingan bayonotda bo'lsa, dengizchilik sohasidagi o'rnini Iran neftini to'sh uchun ishlatganligi sababli Rossiya fuqarosi Antonios Margaritis
va uningga tava shirkatlardan boshqa Iranning Sayi filosida o'rin olgan taxminan 12 kemining jazo tizimligiga kirgizilganligi bildirildi. Bayonotda ministerlikning Iran rejimiga yordam berishni xohlaydigan har qanday shaxs yoki organni javobgarlikka tortishda qat'iy ekanligi ta'kidlandi. Hindiston Xitoyga yetib borgudak ballistik bombasini muvaffaqiyatli sinov qildi. Hindiston Odishadan qo'yib bergan o'rta masofalik ballistik bombasi Agni 5 ni muvaffaqiyatli sinov qildi. 5000 kilometrdan ortiq masofa va yadro o'q beshi ko'tarish iqtidoriga ega bo'lgan bu bomba Xitoy va Pokistonga qarshi muhim bir tahdid kuchi sifatida qaralayotgan bo'lib, bu sinov Hindiston Xitoy yirikchiligi va Pokiston bilan davomlashayotgan raqobat orqa ko'rinishida elib berildi. CNN Türk'nün xabarida bildirilishicha, Hindistonning sharqidagi Odisha viloyatidan etilgan ballistik bomba Agni 5 barliq texnikalik va amaliy o'lchamlardan muvaffaqiyatli o'tgan. 5000 kilometrdan ortiq masofaga ega bo'lgan Agni 5 Xitoyning ichki rayonlariga yetgudak qobiliyati bilan Hindiston qo'shinining eng muhim tahdid omillaridan biri bo'ladi ekan. Yadroliq o'q beshi ko'tarish alohidaligiga ega bo'lgan bu bomba Bosh minister Narendra Modining bexatarlik strategiyasida ham Xitoyga ham Pokistonga qarshi kuchli bir kapolat sifatida qaralmoqda. Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi munosabat 2020-yili Himalaya tog'laridagi chegara to'qinishlarida 20 Hindiston askarining o'lishidan buyon jiddiylashib kelgan bo'lib, Agni 5 ning siniqimi bu jiddiychilikning orqasidan elib berilgan. Amerika, Yaponiya va Avstraliya bilan birlikda Quad ittifoqida o'rin olgan Hindiston rayonda Xitoyning kunsiri kuchayayotgan ta'siriga qarshi safni kengaytmoqda. Hürmetli ko'rmanlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizda ko'rishguncha omon bo'lg'aysizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.